Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun men Bolgariyadaman. Bolgariya davlatida turib ham Germaniyaga viza olsa bo'lar ekan mana do'stlar. Mana viza oldik, Xudoga shukr. 10 kun deganda chiqdi vizamiz. Bolgariyada turib olib bo'lmaydi, Germaniyaga viza olish qiyin, bo'lmagan gap deydiganlarga jo'natib qo'yamiz do'stlar mana. Niyat to'g'ri bo'lsa, odamning niyati to'g'ri bo'lib, harakati zo'r bo'lsa, chiqadi. Avvalambor Xudodan so'rab, niyat qiling, harakat qiling. Sizdan harakat, Allohdan barakat. Astoydil harakat qilsangiz chiqarkan viza mana. 1 yillik viza urib berdi. Hammaga nasib qilsin bu viza. Birinchi bo'lib men oldim, mendan keyin topshirganlar ham olsin. Hammaga tilayman. Xudo xolasa Germaniyaga borib bu vizalar bilan maza qilib Germaniyada ishlaylik. Bundan 4 yillik, 5 yillik, 10 yillik ID kartalarini ham olaylik Germaniyani. Do'stlar, mana viza.